Sen bizani sotdingmi? Men sizlarni sotmadim. Sizlarni bu yo'ldan qaytarmoqchi edim. Nomla qatta. Uni ham ushladingmi? Domla hozir saraton bilan kurashyapti. Saraton? Ha, saraton. Domla shu uchun bu yo'lni tanlagandi. Qimorning ikkinchi nomi nafs, uchinchi nomi sabrsizlik. Tezroq boymoqchi bo'lib o'yinga kirasan. Bir-ikki marta yutasan va o'sha yutuq seni emas, nafsingni uyg'otadi. Eng achinarlisi, yutqazganing pul emas, vaqt, ishonch, odamlar va hayot. Qimorda baxt yo'q, faqat kech qolgan pushaymon bor. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi G bandi bilan unga nisbatan 2 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Buxoro viloyatida 17 yoshli o'smir kriptaksiyalar sohasidagi qonunchilikni buzgani uchun qo'lga olindi. Toshkentda onlayn qimor o'tkazib kelgan jinoiy guruhning 30 a'zosi qo'lga olindi. Ularning 12 nafari chet Bella, ota-onamni qara. U? Vahshiy katta koefitsient beryapti-yu. Pul topsa zo'r bo'lardi. Qayta rasm topgan bor. So'rasa bersa kerak. So'rab ko'ramiz ham. Men beradimi? Bersa kerak. Ketdi. Zo'r bo'lardi. Ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani, ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu